O'ziga ishongan inson so'rashni ham biladi. Bir necha yil oldin Abdulloh gazlama va mo'yna sotishni niyat qildi. Ustoz Imomi Azam hazratlaridan ruxsat bo'lgach, yo'lga tushdik. U bilan ko'p bozorlarni aylandik. Nihoyat biz xohlagan mahsulotlarni topdik. Biroq ular juda qimmat edi. Pulimiz ham unchalik ko'pmasdi. Biz katta miqdorda qarz olib, ishlab chiqaruvchining o'zidan olmoqchi va xalq qiynalmasligi uchun narxni pasaytirmoqchi bo'ldik. Shu payt Abdulloh meni yana lol qoldirdi. U birinchi kichik bir xontaxtacha ustiga matolarni yoyib, savdo qilayotgan odamning oldiga bordi. Unda nari borsa 2 to'p mato bor edi. Abdulloh undan: "Menga shu matodan 20 to'p kerak." Unda uncha mato yo'q edi. Boshqa do'konni ko'rsatdi. U aytgan do'konga bordik. U yerda 15 to'pcha mato bor ekan. Abdulloh ulardan 30 to'p so'radi. Shu tariqa do'kon kattalashgan sari so'raydigan mol ham kattalasha bordi. Katta bir do'konchidan 100 to'p so'radi. Abdulloh agar biz so'ragan molni ishlab chiqaruvchiga yetkazmasdan bor deb qoladigan savdogar chiqsa, ikkilanmay sotib olishimizni rejalagan edi. Shunda tojir qiziq gap aytdi. "Sizlar bizga mol tarqatadigan savdogarning oldiga borishingiz kerak. U asrdan keyin keladi. O'sha odam sizlarga istaganingizcha gazlama topib beradi." Biz unga rahmat aytib masjidga jo'nadik. Asrni o'qib bo'lgach, yana bozorga keldik. Izlagan odamimizni topdik. Uning do'koni haqiqatda katta ekan. Bizga hatto 300 to'p ham topib bera olardi. Shunda Abdulloh salom alikdan so'ng qo'rqmasdan tojir bilan gaplasha boshladi. "Siz haqingizda bozordagilardan so'rab bildik. Shu bozorda eng katta savdogarlardan ekansiz. Bizga gazlama kerak, ammo bozorda biz sotib oladigan miqdorda gazlama yo'q ekan. Sizlarga qancha kerak?" dedi u xushlamaygina. 2000 to'p, dedi Abdulloh dadil. Shunda tojir o'rnidan turib ketdi. Keyin jiddiy turib savollar berdi. Abdulloh esa xotirjam javob berib turdi. "Qachonga kerak?" "Shu bugunga. Aralash qilib ber desangiz, har xilidan berishim mumkin. Menga mana bu oq matodan kerak. Boshqasini keyingi safar olarman, agar talab bo'lsa. Unda sizga faqat ishlab chiqaruvchigina aytgan molingizni xohlagan miqdorda sota oladi. Shomgacha ulgursangiz kelishib olasiz. Mana manzil. Katta karvonsaroy. 3-burilish. Mo'ljal katta oq masjid. Abdusomad tojir." Biz tezda berilgan manzil tomon oshiqdik. Hamon ko'nglimda xavotir bor. Axir u aytayotgan miqdordagi molni yaqin yillar ichida ololmaymiz. Nega Abdulloh o'ziga ishonch bilan juda katta miqdordagi gazlamani so'rayapti? Savollarimni ochiqchasiga unga bera olmasdim. Odatda u ishlar bitgach menga sabablarini tushuntirardi. Lekin menga hozirgi holatida bir narsa juda qiziq. Narx borgan sari pastlab ketyapti. Birinchi savdogarning aytgan bahosidan deyarli 2 baravar tushdi. Shom vaqtigacha ulgurdik, lekin tojirning oldiga emas, shom namozini o'qish uchun to'g'ri masjid tomon yo'l oldik. Namozdan so'ng manzilga bordik. Katta darvozaga oddiygina ilgak qulf sifatida osib qo'yilgan ekan. Taqillatdik. Darvozaning chetida bir musht siqadigan joy bor ekan. Bir odam o'sha joydan "Nima xizmat?" dedi. Muddoimizni aytdik. U ertaga ertalab bomdoddan keyin kelishimizni aytdi va ortiga qaytib ketdi. Abdulloh kutamiz degandek u yoqdan bu yoqqa borib kela boshladi. Men chidolmasdan unga savol berdim. "Abdulloh, qorovul ertaga kelinglar dedi-ku. Nega yana kutyapmiz?" "Masjidda jamoatga yetish uchun xufton vaqti albatta tashqariga chiqadi", deya gapida davom etdi. "Biz o'sha vaqtda u bilan gaplashib olamiz. Mahoratli tijoratchi xaridorni rad etmaydi. Ustozning gapi yodingdami? Mijoz birinchi o'rinda turadi, xaridor, xalq birinchi o'rinda. Agar ular bo'lmasa biz mahsulotimizni qayerda sotamiz? Ularning hurmatini saqlashimiz kerak. Do'konimiz ular bilan obod. Agar xalq bo'lmasa do'kon kimga kerak? Bu xuddi bepoyon cho'lga darvoza qurgandek gap degandi. Shuning uchun kutamiz." Biz zikr qilib savdogarni kutib o'tirdik. Abdulloh o'ylagandek savdogar xuftonga chiqdi. Abdulloh unga yaqinlashib: "Assalomu alaykum.
Abdusomad aka, biz Xurosondan tijorat maqsadida shu yerga keldik. Sizga ishimiz tushib turibdi. Hojatimizni chiqarishingizdan umidvormiz dedi. Va alaykum assalom muhtaram mehmonlar deya salomga ochiq chehra bilan alik olgan savdogar bizga yaqinlashib gapida davom etdi. Xuroson dedingizmi? Axir u yurtlardan halitdan olimlar yetishib chiqa boshladi. Xuftonni o'qib olaylik, mehmonim bo'lasizlar. Hojatlaringizni qo'limdan kelsa albatta chiqaraman. Biz masjidga birga bordik. Namozdan so'ng u uyiga boshladi. Quyuq ziyofatdan so'ng muddoimizni aytdik. U mol sotishga rozi bo'ldi. Meni eng lol qoldirgan joyi Abdullohning gapi bo'ldi. Bizga 200 to'p mato kerak, dedi u. Axir shuncha mato bozorda ham bor edi-ku. Yotish oldi undan izoh so'radim. U tabassum bilan birma-bir tushuntirib berdi. Sening gaping to'g'ri, bozorda ham bor. Biroq u yerda qimmat edi. Mana bu yerda arzon bo'ladi. Xudo xohlasa. Hali savdogar narxini aytmagan bo'lsa-da, arzon bo'lishini sezib turibman. Biz kelajakda shu odamdan olib sotsak, xalq qiynalmaydi. Ularga arzon sotamiz. Chayqovchilardan shundoq ham odamlar aziyat chekyapti. Biz savdogarnikida tunadik. Bomdoddan keyin omborxonaga bordik. Abdulloh o'ylagandek narx arzon ekan. 200 to'p emas, 600 to'p oldik. Agar istasak qarzga ham yana shuncha mol olishimiz mumkinligini ham aytishdi. Nasiya savdo halol bo'lishi uchun xaridor qarzga mol olganda oldindan bir dirham bo'lsa ham tojirga berish kerak. Yuklarni olib karvon bilan Xorazmga keldik. Shu bilan savdomiz mislsiz kengaya boshladi.